Ming alamni tatib yana qanmagan ko'nglim. Söymeganni bilib turib tanmagan ko'nglim. Man ketayli endi bo'ldi söymayli desam, bardoshim bor söyishga deb yonmagan ko'nglim. Bir vafosiz qayta tilg'isa dilni. Bir navbat bag'ri tosh bo'lib qatmagan ko'nglim. Söygan yori yolg'onlardan jilmayib qo'ysa, borim sen deb qinqiniga patmagan ko'nglim. Qadrim yo'q bu ko'chlardan yiroq ketay deb bir navbat aqlinimi topmagan ko'nglim. Көз қорықтың қоқамсызлар, мен вәшші қоқаймын. Сілер бұны қандай әлі қылып атсызлар? Мен даңлық кірмібаны аламысам ма, өзімніңкі істемал сәвиесіге түшкен мұш 40 көйлік мұш көз мәлхамны азыр 3-ші қытым әкіліп ішелдішім. Әнді бұны бұрын чықырып біремеп декеме құтыларым ташы етіп қап декеме. Мен хел тойы чайлада мұшу гірімні шунда чырайлы қылып бір күлісләм көз атырабы yol қорық, Aşu aqatış eriq çöp qalğan apaşlarını, ədəşlərini, ayollarını köygən. Siz taşqi qiyafətdə özünüz bək gözəl görünüb alğan bilənmiş, köz ətrafınız düşkən qoruqlam sizniki gözəllikə qançalik intildiğanlığınızı bilib ağıl olducu. 50-60 yaşlıq apaşlarının köz ətrafı qarsanlar qoruqmu yox, çünki yaş vaxtını tatıb közgə işləyən, köz ətrafını asırışqa alayid əhmiyyət bəygən. Mən 3 yıl oldumış köz ətrafımı bək işləyəm. Bək qimmat bahalık bonya usallarni, ter tatquzuş, unda aqsılan uramısaqmı, lekin müştaq 30-40 qo'yliq narsalar bilan mush ko'z atrofimizga tushayotgan qo'riqlarni azaytishni, tushgan qo'riqlarni to'sib qolgan bo'ldi-chu. Chunki bu ko'zimizniki hozir besmi bek ig'ir, telefonga hechimiz kun 4-5 soat qaraymiz, yig'laymiz. Güzel ishlarni mush ko'zimiz orqali bir taraf qilaymiz. Xizmatni, kitob o'qish, bola beqish degandek. Har kuni mushta osmon qarab turib 5 minut 10 minutgacha ko'zamlarni qilib bersanglar va ko'zamlardagi tushgan qo'riq odatda tushib ketgan qo'riqlar bo'lsa 3 oyga chiqib bersanglar boshqa suslashidi. Men unimini ko'rgan 3 yil bo'ldi. Cho'qqimish ko'z atrofiga bilan surma. Meni tonish bilishlar biladi, odatda men g'irim qilmagan vaqtimda ko'z atrofimda qo'riq yo'q. Ba'zilarninki ko'zi kuladi, ba'zilarning ig'iz kuladi. Ko'z kulganlarning atrofiga shunda qo'riq chiqib ketadi. Bu qo'riqning oldini ilanglar. Chunki bu ter deganning tortishib turgan narsa, elastiklik bo'lgan narsa. Ba'zi vaqtda bilib bilmaylam o'zinglar qirib ketganlarni his qilib qolasizlar, lekin 39 qo'y, 40 qo'y, 50-60 qo'y pulning ko'zi qirg'anlikda mush ko'z atrofini liq qilib qo'riq besib ketadi. Sizlarning ko'zinglar kunda 1 qo'yga arziydi desanglar, mush 39 qo'yga ishkilanmay elib ilinglar. Eng oxirida men qo'limdagisi buni boshqa tor bekatlardami bor. Mush girmonlar samalayotgan bo'lsa, aqatishni teksiz sursanglar, aqatish pek peyzi sangdu. Anda 3-chi qilib deydiganim mavo kalani guasha qilgan narsa. Men uni shunchalik amroq har kun uxlashdan burun 10-15 minut mushta kalani guasha qilib bersanglar, shunchalik rohat uxlaysizlar. Chashninki taturishlarni ichib birdi, tejanglarninki o'sishni ilgari surib birdi juma. Mavo yaxshi narsamni sizlarga maharlab beray. Men qo'limdagisining ba'zimchilik qimmat emasmi? 4 qo'y, 5 qo'y juma. Yuzinglar sursanlar bo'ldi, qo'linglar sursanlar bo'ldi, putinglar sursanlar bo'ldi degan gap. Mao guasha beni nereden almamız deb so'rabsizlar. Buni to'rdan aka ko'rsanlar bo'ladi, satladimi bor izlab yiqinglar. Chashni mushtaq guasha qilib bersanglar bek foydasi bor. Uyqu suhbatlarni bek yaxshi ko'tardi juma. Qo'llanglar bek rohatchilik bu.